Bo'ldi. Voy, boshlay. Mana sifatli 3 ta pena blok qo'yish jarayoni. 35 kilo gipс, 50 litr suvimiz bor ichida. 3 kilo semenimiz bor. Mana penamiz. Mana penamiz sifatini ko'rib olsanglar ham bo'laveradi. Mana shunaqa qo'yib chiqish kerak pena. Mana keyin pena blok sifatli chiqadi mana shunday. Ko'pchilik penani sifatini yo'qotish sababi mana shu. Mana shundan ko'p qo'shgani uchun penalarimiz yumshoq chiqib qolyapti. Ko'pchilik kommentda bo'lmaydi g'ish, bo'lmaydi deyapti. Hozir sizlarga qurilgan g'ishni ham video jarayonini ko'rsataman. Beda akalarimiz 3,5 tadan chiqaradi xolos. Mana ko'rgan bo'lsanglar mana. To'lmagan qoliplari ham. Keyin baquvvat chiqadi g'ish. Mana yevro qolipda ishlashyapti bular. Yevro qolipda kuniga 6 ta qolipda 550 ta, 580 tagacha qo'yishyapti ekan. Yozga borib 800 tagacha qo'yamiz deyishyapti bular. 800 tagacha bosamiz deyapman 3 kishi. Bo'ldimi? Yo'q. Haliyammi? Kalonkalar aytyapti muzikalar mana. Ko'pchilik mana shu rastvor mana bizni bachoydan qancha pastda turibdi. Mana shu bachoy bilan baravar qilib qo'yganlar ham bor. 4 ta 5 ta qiz chiqarib yuryapti, o'shaning uchun sifat chiqyapti. Yevro qolipda qo'yish jarayoni. Mana hech qayerdan oqisi yo'q mana. Bemalol ko'rishingiz mumkin.